Assalomu alaykum. Sotuvimizga Toyota Grand Highlander Limited avtomashinamiz kelgan hurmatli mijozlarimiz. Avtomashinamiz amerikanskiy производство 2025-yil ishlab chiqarilgan besprabeg masla mashina, kraskalari toza, oqqa qora salon. Avtomashinamizda abduf, abagrev sideniya, pamять sideniya, rul abagrev, panorama lyuk hamma funksiya bilan jihozlangan. Real holatda mashinamiz masla. O'rta qatorlari kapitanskiy bo'ladi. 3-riyad detskiy sideniyalari ham mavjud. Qora salon, perforированный ko'jalarimiz, задний shtorka, R20 razmerdagi diska hamda balonlar turibdi. Avtomashinamiz 2.5 gibrid motor bilan jihozlangan. Maksimalniy расход topligi 6-7 litr benzin расход qiladi. Juda ham yumshoq hamda komfortli семейный mashina. Narxi va boshqa ma'lumoti hamda yanada to'liqroq funksiyalarini opisiyaga yozib qoldirganmiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun Karsmirdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.